Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Biz har doimgidek ishlarimizni полностью boshlaganmiz. Zikr 7X mashinasini olib qolganmiz. Ko'rib turibsizlar, oldidan lugki udarilgan. Fara, banfer qismlarini almashtirib, kabotlarni o'zini remont qilib beramiz. Zapchastlarni hali ichida yo'q. Zakaz qilib, xudo xolisa chiroyli olib kelib ishlarni полностью bitirib beramiz. O'zi zikrlarning kuni bo'lib ketdi bugun. Zikr yana mashinasini olib qolganmiz. Eshigini ochsanglar, bu knopka avtomatik ochilishi kerak. Hop, oldi ishlayapti. Orqa eshigimiz ishlamay qolgan. Buni ham xudo xolisa mana ko'rasizlarmi? Mana ochilmayapti. Buni ham xudo xolisa mana boshqa qaytmayapti. Polniy eshiklarning mexanizmlarini tekshirib, remont qilish kerak bo'lsa, remont qilib, almashtirish kerak bo'lsa, almashtirib, xudo xolisa cho'tki ishlarni bitirib beramiz. Bu yoqda yana nima mashinalarimiz bor? Nari yoqda Lep Motors C10 mashinasini olib qo'yganmiz. Buni ham xudo xolisa ishlari bityapti. Bu yoqda ham bitta Zikr mashinasini olib qo'yganmiz. Bu mashinamiz mana shu yondan polniy urilgan edi. Hop, eshik krilo qismlarini полностью almashtirib, xudo xolisa bu mashinamizni ishini ideal darajada qilib bitirib beramiz. Xudo xolisa yana bu yerda bir ikkita ishlar bor. Xudo xolisa tanishtirib chiqamiz. Bizlarni kuzatib boringlar, kanalga obuna bo'lib qo'yib, bizlarni kuzatib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, xursand bo'lamiz.